Qarang o'quvchilar, trigonometriyani boshlaymiz. Trigonometrik funksiyalarni sizlar bilgan o'sha eshitgansizlar: sinus, kosinus, tangens, kotangens, otangens, onangens. O'shalar trigonometrik funksiya bo'ladi. X bor-ku. Birinchisi nimada? Sinus x. Sinus x bo'lsa bu o'zi qanday yoziladi mana. Endi aytilish sinus x deb aytasizlar-ku. Buni yoziladi. Ikkinchisi kosinus. Kosinus x. Deysizlar, cos x yoziladi. Birinchisi sinus x, ikkinchisi kosinus x funksiya. Xalaqit bermasdan o'tir. Uchinchisi tangens, tangens x. Tangens x funksiya tga x qo'yiladi. To'rtinchisi kotangens. Kotangens x. Ana. To'rtta funksiya bu. Sinus, kosinus, tangens, kotangens. Xo'p, bularni ana x alfa ham bo'lishi mumkin, burchak bo'ladi. Gradusda radianda ikki xil bo'lishi mumkin. Sinus alfa, sinus x, kosinus alfa, kosinus x bitta narsa bular emas. Xo'p. Sinus alfa, kosinus alfa, tangens alfa, kotangens alfa har xil keladi. Ayrim hollarda kotangens x, ayrim hollarda kotangens alfa. Bitta narsa x bilan alfa. Va buni to'g'ri burchak, uch burchak. Mana bitta burchagini alfa deb bo'lsak, bu burchak nima bo'ladi keyin? 90 minus alfa bo'ladi. Shu burchak, ichki burchakdan bir tashlangan. Endi bu kerak emas. Alfa burchak A tomonni B va C. O'sha tomonni biladi, ha? Shu burchak. A, B katetlar deyiladi, C-chi gipotenuza deyiladi. Alfa burchagini qarshidagi katet qaysi? A, mana. Alfa burchak yopishgan katet qaysi? B. C gipotenuza bu. Katet emas. Endi yozamiz. Sinus alfa nima degani? Sinus alfa degani qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati. Qarshidagi katet, qarshidagi katetni gipotenuzaga bo'lamiz. Mana. Qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati nima ekan? Sinus alfa. Yoki buni A taqsim C deb qo'ysak bo'ladi. Qarshidagi A ga gipotenuza C ga deb. Kosinus alfa. Ana o'sha alfa burchak yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati. B taqsim C ga teng. Tangens alfa. Tangens alfa nima edi? Tangens alfaning qoidasi qarshidagi katetning yopishgan katetga nisbati. Demak A taqsim B. O'zi qoidasi ana shu qoidadan sinus taqsim kosinuslik kelib chiqadi. Ana bu ikkalasini nisbat olaveringlar. Ikkita gipotenuza qisqarib ketadi. Qarshidagi katet taqsim yopishgan katet qoladi. Demak, tangens alfa degani sinus alfa taqsim kosinus alfa degani. Kotangensni ham qoidasi. Endi bu chappasi. Yopishgan katetning qarshidagi katetga nisbatiga nima deyiladi? Kotangens alfa deyiladi. Kotangens. Xo'p. Teskarisi B taqsim A. Mana. 4 ta funksiya haqida bilib olasizlar. Sinus nima, kosinus nima, tangens nima, kotangens nima. Hammasiga to'g'ri burchakli, uch burchak kerak bo'ladi. Formulani keltirib chiqarishimizga ham shundan foydalanamiz. Tushunarlimi? Shu yo'qni yozinglar. Birlik aylana deyiladi. Birlik aylanada nima aldat turiladi? Birlik aylana. Kim biladi? Birlik aylana deyilsa, radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana tushunasizlar.
Mana shu aylanan radiusi 1. Ana bu masofa radius. Bu yer necha bo'ladi demak? 1 bo'ladi. 1lik aylanar ekan. Ana bu koordinata bo'shi. Mana bu yer necha bo'ladi? 1 bo'ladi. Bu yerchi? -1 bo'ladi, endi. Dekart koordinatasi emas-ku, bu -1. Demak, 1lik aylanib, bu tarafi -2, -3, 1, 2, 3, 2, 3, -2, -3 ketadi. Biz 1lik aylanlar bilan ishlaymiz faqat. Demak, 1lik aylana deyilsa, mana shuni tushunasizlar. Xo'p, endi ana shu aylanani, ya'ni Dekart koordinat sistemasi x, y o'qlarini bo'lib olamiz. X o'qi nima ekan? Kosinus o'qi. Mana bu kosinus o'qi deyiladi. Ya'ni kosinus qiymatlar x o'qiga belgilanadi. Y o'qichi sinus o'qi. Sinusning qiymatlarini y o'qiga belgilaymiz. Sinus x teng 1 desa, ana buni tushunasizlar. Ana bu nuqta. Nima desa? Sinus x teng 1 desa, qiymati 1 ku mana. Mana shu nuqtani tushunasizlar. Qaranglar. Demak, x o'qi kosinus o'qi ekan, y o'qi sinus o'qi ekan. Tenglama tenglikka kerak bo'ladi, o'zi bilib qo'yinglar buni. Keyin aylanani 4 ta chorakka bo'lib olamiz. O'sha o'zimiz bilgan choraklar. Birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi chorak va 4-chorak. Gradusga bo'lib chiqsak, hamma biladi 360 gradus. Mana bu yer 0 dan boshlanadi o'qishlar. 0 gradus deyiladi. 0 dan boshlab tepaga chiqamiz. Soat strelkasiga qarama-qarshi ishlaymiz. Soat pastga qarab aylanadi, biz tepaga qarab chiqamiz. 0 dan 1gacha kelsa necha gradus bo'ladi bu? 90 gradus bo'ladi. Buchi? 180 gradus bo'ladi. 270 gradus bo'ladi. Yana qaytib kelsa 360 gradus bo'ladi. Ham 0-360 ga tushadi, ha? Xo'p. Bu gradus o'lchovi, shuni radian o'lchovi ham bo'ladi, pilik. Pi necha gradus edi? 180 gradus. Bu yer necha bo'ladi piga radianga o'lchasak? Pi taqsim 2, buchi? Pi'ni o'zi bu 3 pi taqsim 2. Ana bu 2 pi 360 gradus. Demak, birinchi chorak desa, mana bu alfa deb bo'lsa agar kosinus alfa necha gradus bo'ladi birinchi chorak desa? Nazarga tutsa nima deb tushunasiz alfa? 0 gradusdan katta, 90 gradusdan kichik. Ikkinchi chorakda desachi? Demak, burchakning ikkinchi chorakda alfa ikkinchi chorakda desa, 90 gradusdan katta deysizlar, 180 gradusdan kichik. Uchinchi chorak desachi? Chorak 180 gradusdan katta, 270 gradusdan kichik. 4-chorak desa? 270 gradusdan alfa katta, 360 gradusdan kichik. Demak, ana shu oraliqda bo'ladi alfa. Choraklarga aytsa. Chorak tushunarlimi? Sinus o'qi, kosinus o'qi tushunarli. Graduslar tushunarli. 0 gradus 90, 180, 270. 250 gradus qaysi chorak joylashgan o'qi? 250 gradus nechinchi chorak? 3-chorakda joylashgan. 300 gradus qaysi chorakda joylashgan? Alibek? 4-chorakdan. 270 dan katta, 360 dan kichik-ku. Mana bu yerda joylashgan. 45 graduschi? Nargiza? Qaysi chorak? Birinchi chorak. 150 gradus. Ikkinchi chorakda joylashgan. Demak, graduslar qaysi chorakda joylashganini bilasizlar, ha? Yaxshi. Pauza yozib oling-da. Hozir bitta bundan tangens bilan katangens formulasini chiqarib qo'yaylik. Sinus alfa a taqsim c dedik. Kosinus alfani b taqsim c dedik. To'g'rimi? Ikkovini bo'lamiz. Nisbat olamiz. Sinus alfa taqsim kosinus alfa teng bo'ladi a taqsim c bo'lingan b taqsim c. Nima bo'ladi? Sinus alfa taqsim kosinus alfa a taqsim b ni bo'ladi. A taqsim b nima dedik? Tangenslik. Demak, bundan kelib chiqadi tangens alfamiz sinus alfa taqsim kosinus alfa ekan mana. Xuddi shunday teskarisiga bo'lsalar nima kelib chiqadi? Kosinus alfani sinus alfa bo'lsalar. B taqsim a chiqadi. Bu degani katangens alfa degani. Demak, katangens alfamiz kosinus alfa taqsim sinus alfa chiqadi. Yana bitta trigonometrik ayat chiqarsak bo'ladi shundan. Ikkovini ko'paytirsak nima bo'ladi?
tangens alfaga kotangens alfani ko'paytirsak. A taqsim B ga B taqsimni ko'paytiringlar. Surat mana shu qisqaradi 1 bo'ladi. Bitta formula. Shuni o'zini ham bitta formula chiqarsa bilaman. Tangens alfa teng deydi 1 taqsim kotangens alfaga. Yoki kotangens alfa teng 1 taqsim tangens alfa. Ko'rdingizmi? Bir-biridan kelib chiqaveradi hammasi. Oddiy. Ushbu joydan kelib chiqdi. Böyle. Qo'shinglar. Trigonometrik funksiyalarning ishoralari. O'zi nechta funksiya bor trigonometrik? 4 ta. Sinus, kosinus, tangens, kotangens. Mana 4 talasini ham ishorasi bo'ladi. Qaysidir chorakda musbat, qaysidir chorakda manfiy. Shuni o'rganib chiqamiz. Sinus bilan kosinus ishorasini o'rgansangiz, kosinusniki tangens bilan kotangesning o'zi kelib chiqadi. Chunki tangens degani sinus taqsim kosinus degani, kotangens degani kosinus taqsim sinus degani. Sinusning ishorasi birlik aylana olamiz. 4 ta chorak. Birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi va 4-chi chorakda 4 xil bo'ladi. Sinus ishoralari qachon musbat edi? Birinchi va ikkinchi chorakda musbat, uchinchi va 4-chi chorakda manfiy. Kosinus ishoralari. Birinchi chorakda musbat, ikkinchi birinchi chorakda musbat, 4 ga musbat, 2 bilan 3 ga manfiy. Tangens. Mana tangens x degani sinus x taqsim kosinus x degani. Shundan keltirib chiqarib beringlar mana. Birinchi chorakda musbat bo'ladimi, manfiy bo'ladimi? Birinchi chorakda qara. Chunki sinus ham musbat, kosinus ham musbat. Demak, tangens ham musbat bo'ladi. Ikkinchi chorakdachi manfiy bo'ladi. Bittasi musbat, bittasi manfiy. Musbat, manfiy. Kotangens bilan bir xil. Kotangens teskarisi bo'lgan ishorasi bir xil bo'ladimi? Kosinus x taqsim sinus x. Demak, sinus bilan kosinusning ishorasini yodlasalaringiz, qolganini keltirib chiqarsalaringiz bo'lar ekan. Musbat, musbat, manfiy, manfiy. Buni kitoblarga jadval ham qilib beradi o'quvchilar. Jadvaldan ko'ra shu aylana qulay sizlarga. Jadval qilib ko'rsak, bu sinus x, kosinus x, tangens x, kotangens 2 ga 1 xil. Birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi chorak, 4-chi chorak. Sinus ishoralari 1 bilan 2 ga, musbat 3 bilan 4 ga manfiy. Kosinus ishoralari 1 ga musbat, 4 ga musbat, 2 3 ga manfiy. Tangens bilan kotangens 1 ga musbat, manfiy, musbat, manfiy. Jadval ham qilib beradi. Bizlarga bu ishoralar nima uchun kerak bo'ladi? Birinchi mavzuga misollar bor-da. Misollarga sinus beradi, masalan, aytadi. Sinus 300 gradus deydi. Ishorasini aniqlang. Musbat, manfiy. 300 gradus qaysi chorakka tegishli o'zi aytdingizlar. 4-chi chorakka tegishli. 4-chi chorakda sinus nimada? Manfiy. Demak, bu 0 dan kichik bo'ladi qiymat. Yoki sinus 50 gradus taqsim kosinus 320 gradus deydi. Ishorasini aniqlang. Musbat, chunki birinchi chorak 50 gradus. Yo'qda. Sinus 50 gradus qaysi chorak? Birinchi chorak. Musbatmi? Kosinus 350 gradus. Musbat 4-chi chorakda. Musbatga bo'lsak 0 dan katta chiqadi. Ishora anglash tushunarlimi? Shunaqa savollar keladi o'zi. Keyin trigonometriyaning birinchi ayniyat, asosiy ayniyati qaysi bo'ladi? Birinchisini yozib qo'yaylik o'zi, keyin qolganlarni keltirib chiqarib beraman. Sinus kvadrat alfa qo'shilgan kosinus kvadrat alfa doim 1 ga teng bo'ladi. Birinchi trigonometrik ayniyat. Bu ham Pifagor teoremasidan kelib chiqadi. A kvadrat plus b kvadrat teng c kvadratdan keltirib chiqaramiz buni. Ya'ni alfani o'rniga xohlagan burchak bo'lishi mumkin. Sinus kvadrat 75 gradus qo'shilgan kosinus kvadrat 75 gradus teng nechi? 1. Ikkita burchak bir xil bo'lsa, ikkalasini sinuslarini kvadrati bilan kosinusning kvadratini yig'indisi doim 1 ni beradi. Sinus kvadrat 5x qo'shilgan
kosinus kvadrat 5x teng nimaga? 1 ga. Birinchi trigonometriyani tushunarlimi? Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa 1 ga dek. Buni o'zidan yana formula keltirib chiqaramiz. Bu 4 ta 5 ta chiqadi. Sinus topib olasan, 1 minus kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Illos plus minus kosinus topib olsa bo'ladi bundan. Yana o'rniga tangenslik keltirib qo'ysa bo'ladi. Tangens formula chiqadi. Hamma ayatlarni keltirib chiqarib beraman. O'ldircha choraklardagi ishoralar tushunarlimi? Gradus bersam mana bunday ishorani aniqlab bilasizlarmi? Yaxshi. O'quvchilar, gradusdan radianga o'tishni o'rganamiz. Radiandan gradusga o'tishni o'rganamiz. Gradusdan radianga o'tish uchun alfa burchagini pi ga ko'paytirib 180 ga bo'lamiz. Pi gradus kelib keladi-da. Pi qani 180 gradus. Bu gradus o'lchov birligi. Radian o'lchov birligi esa 3.14 ga teng. Savol 100 gradusdan alfa teng 100 gradus bo'libdi. 100 gradusdan radianga o'tyapti. Formulani o'rgandik buni. Alfa ko'paytirilgan pi taqsim 180. 100 gradus ko'paytirilgan pi taqsim nechi? 180 gradus. Ana ikkita graduslari qisqaradi, 0 bilan 0 qisqaradi. 5 pi taqsim 9 beradi. Qaranglar qo'shinglar. Alfa 90 gradus. 90 gradusni ko'paytiramiz. Pi taqsim 180 gradusga. Pi taqsim demak bu gradus o'lchov birligi bu radian. 135 bo'lsa 135 gradus ko'paytiramiz. Pi taqsim 180 ga. 45 ga qisqaradimi bu ikkalasi? 3 pi taqsim 4. 3 pi taqsim 4 dan necha gradus tushun ekanlarsiz? 135. Pi taqsim 2 desa 90. Pi desa 180. 3 pi taqsim 2 desa 270. Mana masalan qara, 270 gradus berdi alfa. Gradusdan radianga o'ting dedi. 270 gradusni ko'paytirasan, pi taqsim 180 ga. Mana formula. Gradusdan radianga o'tdi dedimi? Alfa kara pi taqsim 180. 3 pi taqsim nechi bo'ladi bu? 2. Buni proporsiya qilsang ham bo'ladi, buni bilgan holatda qara. Bilasan, pi 180 gradus. Pi 180 gradus. X 270 gradus. Endi radianda olamanda hozir bu yerga pi ni o'zicha turadi, 3.4ligicha. Mana proporsiya qilsang agar nima bo'ladi? Pi ga 270 ni ko'paytirasan, teng bo'ladi x ga 180. Mana x topsang nima bo'ladi? O'sha 3 pi taqsim 2 bo'ladi. Hech qanaqa formula kerak emas. Proporsiya yo'ldan eshitsang. Pi 180 gradusga teng x. Mana radiandan gradusga o'tish. Radian ana alfa deb, ana radiusga. Ana shu radiusning uzunligiga teng yo'lni ajratib bo'lsalar shu yerdan ana shu radian o'lchov birligi bilan ana bu gradus alfa, mana bu radian deyiladi ana shu qismi. Aylanaga har xil qo'llaymizda, ana bu yerga pi taqsim 2 ham qo'yish mumkin yoki 190 gradus ham qo'yish mumkin. Son ham berib qoladi. Masalan, senga aytadiki, o'zir aytganimdek sinus 100 gradusni ishorasini aniqlab bilasanmi? 100 gradus qaysi chorakka? Ikkinchi chorakda musbat deb bilasan. Buni deyish ham mumkin-da, sinus 5 ni ishorasini aniqlab deyish mumkin. 5 bu radian o'lchov birligiga keladi. Pi taqsim 2 degani 3.4 2 ga bo'lsang 1.57 mi? Mana bu yer pi 3.14. 3 pi taqsim 2 nechi bo'ladi? 4.57 mi shunday bo'ladi-da. Demak, ana bu 6.28 bo'ladi. Sen sinus 5 topishdan ana bu yerga kelasan. 5 ana beram. Demak, bu yerga ishorasi nimadi? Manfiy deysan. Mana shunaqa savollar keladi. Radian o'lchov birligi bilsa. Qo'yib mana radian bilan gradusga o'tish kerak, oson endi bu. Nima qilish kerak ekan? 180 ga ko'paytirib pi ga bo'lish kerak ekan alfani. Alfa nechi bergan? Pi taqsim 6. Pi taqsim 6 ni ko'paytiramiz 180 gradus taqsim pi ga. 186 o'tsak necha gradus ekan? 300 gradus. Yo'q, shunchaki pi ni o'rniga necha qo'ysa bo'ladi? 180 gradus. 180 ni 4 ga bo'lsang 45 gradus bo'ladi, tamom. Mana. Pi taqsim 4 imiz necha gradus ekan? 45 gradus ekan. 3 pi taqsim 2 imizchi? 180 ko'paytirib. 180 gradusga ko'paytirib pi ga bilan formulaga qo'ysam 270 gradus. Ana 3 radian. Qarang. 1 radianimiz necha ekan gradus? Taxminan 57 to 3 gradus ekan yodlab olasizlar. 3 radianni top desa 3 ga 57 to 3 ko'paytirasizlar. 9 21 ni 1 15 17. 171.9 gradus ekan.
Keyin 180 taqsim. Yo'q, bu radian o'zini berib qo'ying. 3 radian degan. Gradusga o'tyapti. Tushunarlimi? Demak, gradusdan radianga o'tish, radiandan gradusga o'tish. Xohlasalar proporsiya pi ni 180 deysizlar, x ni 270 deb to'plasizlar. Xohlasalar mana formachani yo'llab qo'ying. Bu o'zi oson. Pi ni o'rniga nech qo'yish kerak? 180 gradus qo'yish kerak. 32-si. 4-mavzumi? 3-kitob. Yangi nashr. Qaranglar, 32-savol. P minus 1,0 nuqtani koordinata bo'sh atrofida minus 400 gradusga aylantirish kerak, burish kerak. Minus 400 gradusga burilganda qaysi chorakdagi nuqtada o'tadi debdi. Chorakini so'ragan. Birinchi minus 1,0 nuqtani berdim. Minus 1,0 nuqta. Minus 400 gradus. Bir marta aylantirib ketaverib keladimi 370 ga? Yana 40 gradus pastga tushamiz. Nechinchi chorak tegishli bo'lar ekan? 3-chorak. Keyingi savol. Yo'q. Minus 1 bo'lyapti. Ha, qaytib. Qaranglar. Minus 400 gradus degan o'z soat strelkasiga qarama-qarshi aylantiraylik, bunaqasiga. Endi minus degan uchun bir kurga aylantirib kelsak 370 gradus bo'ladi. Yana 40 gradus. Nechinchi chorakka o'tadi? Ikkinchi chorakka o'tadi. Keyingi savol. Nechi? 44. 44 dan kichik bormi? 49. Pifagorlarni yechib bildingizmi? 49-qaranglar. To'g'ri burchakli uchburchakning barcha tomonlari kvadratlari yig'indisi 50 ga teng. Mana 3 ta tomoni bor o'zi. To'g'ri uchburchakning A, B, C. Pifagordan a kvadrat plus b kvadrat c kvadratga teng. Bizga aytibdiki, a kvadrat, b kvadrat, c kvadrat barcha tomoni kvadratlari yig'indisi 50 ga teng deyapti. Bu uchburchak gipotenuzasining uzunligini toping. Sen topish kerak. Mana qaranglar. A kvadrat plus b kvadratni o'rniga nima keltirib qo'yamiz? C kvadrat plus c kvadrat teng nimaga? 50 ga. 2c kvadrat teng 50 ga, c teng 5. Minus olmaysizlar. Uchburchakning tomonlari musbat bo'lishi kerak. Keyingisi. 62 dan kichik bormi? 62-si. ABC to'g'ri burchak uchburchakning mana to'g'ri uchburchak siz bo'ldim, qaranglar. AC katet. A, C, B deymiz. AC katet degan-ku. A, B gipotenuza bo'ladi. AC katet 20 ga teng. Agar ABC uchburchakning tangensi 1,3 ga teng bo'lsa, uchburchakning kichik katet uzunligini toping. Xo'p. Tangens formulasi nima edi? Tangens alfa. A taqsim B edi. Shu tangensni 1 davrda 3 ekan. Endi qaysi burchak nazarga tushgani aytilmagan. AC katet 20 ga teng, tangens bo'yicha uchburchakning kichik katetini toping. Xo'p. Masalan, bu burchakni alfa deb o'ylasak, 20 taqsim B bo'ladi, to'g'rimi? Tangens mana. Shu yerdan nimani topamiz? B ni topamiz. 20 taqsim 1 davrda 3 bo'ladi. Yoki bunisini o'ylasak. Mana shu burchakning tangensini aytayotgan bo'lsa, nima bo'ladi? 1,3, ya'ni tangens alfa teng hashtag katet. B taqsim 20 bo'ladimi? B ni topsak, 20 kara 1 davrda qaysi bir kichik chiqadi? Qaysi holatda? Mana bu kichik chiqadimi? 20 ni bo'lsak, 20 1 davrda 3 degani oddiy songa aylantiringlar. 12 taqsim 9. Yoki 3 ga hisoblasak 4 taqsim 3. 5 kara 3 15. Yani bitta tomon nechta bo'lar ekanimiz? Kichik tomoni 15 ekan. Javob ham 15 olganmi? Keyingi savol. 68. Shakl tomoni 1 ga teng bo'lgan kvadratchalardan tashkil topgan. Sinus alfa va kosinus alfaning qiymatini toping. Qaranglar. To'g'ri burchak, uchburchak chappasiga chizilgan o'quvchilar. Mana, mana chizsam, mana bu to'g'ri burchak, uchburchak deysan. Ana bu yer nima edi? Ana bu yer. Alfa. Ana bu tomon nechi? Ana bu yo'q to'g'ri burchakda. Bu tomon nechi?
Bu tomon 4 mi? Bu tomonchi. Ha, yarmisida 2,5. 2,5. Xo'p, sinus alfa va kosinus alfaning qiymatini toping debdi. Sinus alfaning qiymati nimada? Qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati qarshidagi katet nechi? 4. Gipotenuza nechi? Ildiz 2,5 ni kvadrat plus 4 ni kvadrat. Kosinus alfa nimada? Yopishgan katetni. 2,5 ni yana gipotenuzaga nisbati 2,5 ni kvadrati plus 4 ni ana shu ikkani hisoblab qo'yasizlar. Sinus bilan hozir 21 dan boshlaymiz. Qaranglar. 21 dan boshlaymiz. Burchakka burishda. Xo'p, qaranglar. P10 nuqta koordinata bo'shi atrofida 90 gradusda burish kerak. Hosil bo'lgan nuqtani koordinatlarini toping degan. Birlik aylanib chiqadigan 1,0 nuqtani topamiz. X ni 1, Y ni 0 mana shu yerda. P10 nuqta shu yerda 90 gradusga bursak, soat strelkasiga qarama-qarshi buriladi. Mana bu yerga keladi 90 gradusga bursak. 0,1 bo'ladi. Tushunarlimi bu? 24-chi. P01 nuqtani koordinata bo'sh atrofida 90 gradusga burishdan hosil bo'lgan. Yana shu 0,1 nuqta endi faqat. X 0, Y 1 ana bermi? P01 nuqtani 90 gradusga buramiz. Mana bu yerga keladi. X -1, Y 0 bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p. 25 ga 180 gradusga buring debdi. P01 nuqta bergan 180 gradusga buring degan. Birinchi qiladigan ishing 0,1 nuqtani joyini topib olasan. X 0, Y 1 mana. 0,1. Endi shuni 180 gradusga burish kerak. Soat strelkasiga qarash. 90 bera kelsang X nechi beri? 0. 0 minus 1 bo'ladi. 270 ga bur desa shuni. Mana bera keladi. 1,0. 370 ga bur desa o'ziga qaytib keladi. Burish tushunarlimi? Yoki nuqta beradi yana P10 nuqta, 1,0 nuqtani topasan. Mana bu yerda turibdi. Kecha ko'rib berdim shunda. 155 gradusga burgandan keyin deydi. Koordinata bo'sh atrofida 155 gradus burgandan keyin qaysi chorakda bo'ladi shu nuqta deydi. 90 ana ber 180 ber shuni orasiga ham 155. Taxminan ana shu yerlarga bilan P nuqta qaysi chorak bo'ladi? Ikkinchi chorak deysiz. Tushunarlimi? Men ikki xil savol kelishi mumkin ekan. Yo'q, 90, 180, 270, 360 graduslarga burgandan keyin o'sha nuqtani koordinatlarini aniqlang deyish mumkin yoki boshqa gradus berib turib o'sha nuqtani choragini aniqlang deyish mumkin. To'g'ri biladimmi endi? Yaxshi, keyingi savol ayting. 29 manfiylik kelsa nima qilamiz? Minus bo'lsa soat strelkasi bo'ylab buramiz. Xuddi shu ish, faqat pastga qarab aylantiramiz. Mana P20 nuqta farqi yo'q. P20 nuqta minus 90 gradusga burish kerak. Ikkilik aylanasiz bo'lganda xuddi. Qarasana ber 2. P20 nuqta shumi? 90 gradus pastga tushganlarni bera kelamiz. X 0, Y minus 2 bo'ladi. Tushunarlimi? Yaxshi. Keyingi savol ayting. 40. X kvadrat qo'shilgan x plus 2 kvadrati teng 2x minus 2 kvadrat. Kvadratlama nechasan? 49. To'g'ri burchakli uch burchakning barcha tomonlari kvadratlari yig'indisi 50 ga teng. A kvadrat kecha yechib berdim-ku. C kvadrat teng nimaga? 50 ga. O'zi A kvadrat plus B kvadrat nimaga teng albatta? Ana bu ikkani 2C kvadrat teng 50 chiqdi. 25 ga 2. C teng 5 chiqdi. 50 mi? 50 chiqadi. 50 ham xuddi shunday. Keyingi savol. Nechi? 57. ABC to'g'ri burchak, uch burchak. Mana. ABC to'g'ri burchak, uch burchak. A 57 ni. AC va BC katetlar. AC va BC katet degan qaranglar. A, C, B deganda nuqtalar. AC, BC katet bo'ladi. AB esa gipotenuza bo'ladi. Katetlari mos farishta 12 va 6 ga teng. AC 12 ga, CB esa 16 ga teng. BAC burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va
Katanginsini toping. BAC burchak qaysi qo'shiladi? BAC ana burchak. Ana shu alfa burchagimiz BAC burchak bilan o'rtadagi uchi bo'ladi burchak. BAC deysa. ABC burchak desa B burchak tushunasizlar. Demak buni alfa deyapti. Biz agar mana so'ragan sinus namas topishimiz kerak. U uchun birinchi Pifagor teoremasida gipotenuzani topib olishimiz kerak ana bu yerda. 20 bo'lar ekan. Ana sinus alfani topib bering. Qarshidagi katetning gipotenuziga nisbat 16 taqsim 20. Kosinus alfani topib bering. Yopishgan katetning gipotenuziga nisbat 12 taqsim 20. Tangens alfani topib bering. Qarshidagi yopishgan nisbat 16 12. Katangens 12 16. Teskarisi. Mana. Hammasini topdik. Endi qisqartirib qo'yganda javoblarga. Keng savol. O'rtadagi sonlar O'rta kardi. 60 deyapmi? 60 60 mi? Olmuş aytgan o'sha. Aytdi. ABC teori burchak uch burchak. Qaysi tomon AB'ligini bilmayman o'g'li. AB gipotenuza ekan. A B gipotenuza bo'lsa bu tomon C bo'ladi teori burchak. AP gipotenuzaning uzunligi 25 ga teng. 25. Agar ABC uchburchagining sinusi 0.6 ga teng bo'lsa, qaranglar. ABC deb qaysi burchak aytibdi? Ana bu alfani olamiz. Ana shu sinus alfa nimaga teng ekan? 0 dan 6 ga teng ekan. Uchburchagining kichik katet uzunligini toping. Katetlarni bilmaymiz AB. Ikkita katetni topamiz, qaysi kichik bo'lsa javobni olamiz. Sinus alfa nimaga teng? Sinus alfa qarshidagi katet A taqsim shu 0.6 ga teng ekan. 25 ga 0.6. Ana. A teng necha ekan? 15. B necha bo'ladi? 25 ga 15 ga nima? 20 bo'ladimi B? Kichigi qaysi ekan? 15 ekan. A ni so'ragan. 61. ABC teori uchburchakning AB gipotenuzasi 20 ga, ana hozirgi bilan bir xil. 60 bilan 60 bir xil. Hech bilasizlarmi endi? Yaxshi. AC katet 16 ga teng. A, C, B desak, AC katet necha ekan? 16 ga teng. Agar ABC uchburchagining katangensi 0.75. A, B, C deb mana burchakni topdi-da. Katangens alfa teng necha? 0.75. Uchburchakning kichik katet uzunligini toping. Yana katet topish kerak. Mana bu katet B. Katangens alfa teng nimaga? B taqsim 0.6 ga. Yopishgan katetning qarshidagi katetga nisbat katangens alfa. Xo'p. B teng bo'ladi 16 ko'paytirilgan katangens alfa nechaga? 3 taqsim 4 0.75. 12 ekan. Mana kichik katetni so'ragandimi? 12 ekan javob. 63 taki nechi? 64. 64 ga ham to'g'ri burchak, uch burchak berilgan. ABC, AC katet yana. A, C, B. 12 ga teng ekan AC'si. ABC, ABC'da B ne topdimi? Alfa. Katangens 0.75. Yana o'sha katangens alfa teng nimaga? 0.75 ga. Ha, gipotenuzani so'rabdi. Hozir eshitdik mana. Bu taraf ne chiqadi endi? B taqsim 12, 12 kara 3 taqsim 4. 9 chiqadi. 12 ni qarab 9 qo'shinglar. 144 ga 15. Gipotenuzasi 15. Keng savol. 65. To'g'ri burchak uch burchakning katetlari ilzosi 3 va 1 ga teng. O'tkir burchakning sinusini toping. 65. To'g'ri burchak uch burchak katetlari ilzosi 3 va 1 ga teng. Bittasi ilzosi 3, bittasi 1 ga. O'tkir burchakning sinusini toping debdi. Qo'yib, ilzosi 3 ga 1 ni qo'ysak bu yerda necha chiqadi? 2. Qaysi burchakni aytibdi o'tkir burchakni? Belli. Alfa buni ham deyish mumkin. Buni aytsa bo'ladi. Sinus alfa teng qarshidagi katetning ilzosi 3 taqsim 2. Bunisini aytsachi. 1 taqsim 2. Xo'p, 1 taqsim 2 qachon edi? Necha gradusga 1 taqsim 2 teng sinus? 30 gradus. Mana buni aytdikmi? 30 gradus minuschi 60 gradus. Bizga nimani so'ragandi? O'tkir burchagini ikkovi ham o'tkir burchakka qo'shiladi. Ilzosi 3 taqsim 2 yoki 1 taqsim 2. Ha?
Cevabını ham bo'lsa o'tkir burchak ikkalasi ham olmuş ham 300 ham. O'tmas burchak 3 burchak bo'lishi uchun 90 dan katta bo'lishi kerak burchak. U to'g'ri burchak 3 burchak bunaqa narsa yo'q. To'g'ri burchak 3 burchak bo'ldimi, qolgan ikkita burchak ham o'tkir burchak bo'ladi. 90 dan o'tib ketsa agarki ichki burchaklar 180 dan o'tib ketadi. Qo'y mana rasmlardan o'tib ketamiz 71 dan 80 gacha bormi? Hop buni kecha ko'rib berdim-ku hammasini. Dars o'tdikmi o'zi? Tushuntirib berdim, videoga olib qo'yganman. Ha 71 dan 80 gacha savolatinglar. Doğru. Iqtidorli 3 burchaklarni boshlaymizmi? 96 dan boshlaymiz. Oson iqtidorli. 3 burchakda o'quvchilar. Qaranglar. ABC 3 burchak berilgan, ana balandlik tushirilgan. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik. 3 burchakning yuzini topishni nima qilaylik? Balandlikni ichga tushirilgan tomonga ko'paytirib 2 ga bo'laylik yoki A ga B ni ko'paytirib 2 ga bo'laylik. Bizga savol beribdi. ABC to'g'ri burchakli 3 burchakda CD gipotenuzaga tushirilgan balandlik bo'lsa, CD ning uzunligini toping. Balandlik uzunligini topishimiz kerak. Ana bu 4 ekan. 3 4 bir necha bo'ladi? Zarman topishimiz kerak. 3 burchakning yuzini formulasi S teng A kara B taqsim 2 yoki S teng A kara H taqsim 2. A tomonga balandlik tushirilgan bo'lsa, B tomonga balandlik tushirilsa-chi? B kara H taqsim 2. C tomonga tushirilsa-chi? C kara H taqsim 2. Ana shu 3 burchakning yuzini topish. Ha. 3 burchakning yuzini topishdan foydalanaman. A B taqsim 2 bilan C H taqsim 2 bir-biriga tengmi? 3 burchakning yuzini topaman. 3 kara 4 taqsim 2 teng deyman. Bu x mi? X kara 5 taqsim 2 ga. Ana shu yerdan x topaman. 12 taqsim 5 ekan. Javob shu. Biz x so'ragan. Mana aytgan-ku tushirib qo'yibdi-ku. Rasmini chizib. To'qson yetti. ABC to'g'ri burchak 3 burchakda BD gipotenuzaga tushirilgan balandlik bo'lsa, AD ning uzunligini toping. Mana to'g'ri burchak 3 burchak. A B C. Mana bu gipotenuzaga tushirilgan balandlik, bu tomon x, bu tomon 12, bu tomon 13. AD ning uzunligi topish kerak, x topishimiz kerak biz. Qaranglar. To'g'ri burchak 3 burchakning ichiga yana bitta to'g'ri burchak 3 burchak bo'lyapti. Mana bu bilan bu. Ana buni D deganmi? BDC chizib olsam alohida 3 burchak qilib, to'g'ri burchak 3 burchakmi? Ana bu yerda 90 gradusku. Bu tomon 12, ana bu tomon gipotenuzami? Bu tomonni topishni nima qilaman? 5 bo'ladi. Buni kvadratdan buni kvadratdan ayirib ildiz olaman-da. Pifagordan. Bu tomon necha ekan? 5 ekan. Bu nima deydi bu? Balandlik. Ana bu 3 burchak uchun balandligida bu. To'g'rimi? Endi ana bu chizib olsam qaranglar. A D B. Bu yer necha gradus? 90 gradusmi? Ana bu tomon uzunligi 5, bu tomon uzunligi x. Ana bu uzunligi necha bo'ladi? Ildiz ostida 25 qo'shilgan x kvadrat bo'ladimi? Endi ana bu tomon uzunligini topdik. Ildiz ostida 25 qo'shilgan x kvadrat ekan. Yana shundan foydalanaman endi. Bu tomonga buni ko'paytirib, ildiz ostida 25 qo'shilgan x kvadratga 13 ni ko'paytirib 2 ga bo'lsam 3 burchakning yuzi chiqadimi? Endi balandlik orqali 3 burchakning yuzini topsam, 5 ga bu tomonni hammasini ko'paytirishim kerak. Tomon necha uzunlik? X qo'shilgan ana. X ga bog'liq nima hosil bo'ldi? Kvadrat tenglama. Shuni yechamiz. Ikkilar qisqarib ketadi. Ikki tarafini kvadratga qo'shirib yuboramiz. 13 kvadrat 169 ildiz ketadi. 25 qo'shilgan x kvadrat teng 5 kvadrat 25 x kvadrat plus 24 x qo'shilgan 144. Endi kvadratlarni yechaman. 169 ko'paytirilgan 25 yechinglar qani? Plus 169 x kvadrat teng 25 x kvadrat plus 25 kira 24. 600 mi? Plus 25 kira 144. 169 25 ayiramiz.
x kvadrat minus 600x qo'shilgan 25 ni chiqarib olsak, 25 ga 25 qoladimi? 169 dan 144 dan yasam 25 bo'ladimi? Teng nol mana. Bu 100 kvadrat bermaydimi shu? 12x ayrilgan 25 kvadrat beram. To'g'rimi? To'la kvadrat. X teng 25 taqsim necha ekan? 12 ekan. X so'raganda top degan. Javob 25 taqsim 12. Pauza. Gipotenuzga tushirilgan balandlik bo'lsa, AC ning uzunligini toping debdi. AC ning uzunligini topishimiz kerak x ni. Mana bu to'g'riburchak uchburchakdan 3 ni 4 ni kvadratini qo'shsak nima chiqadi? Albatta tomon chiqadimi? 5 chiqadi. Bizlar nima topishimiz kerak edi? X topishimiz. Ana bu tomon kerakmi uchun bizga? Y. Hozirgidan foydalanamiz. Proyeksiyadan. H teng ildiz osti A1 kara B1 dan 3 teng ildiz osti Y kara 4. Y teng 9 taqsim 4. Endi x topishni nima qilamiz? Y kvadratga 3 ni kvadratini qo'shsak x kvadrat chiqadimi? Tamam, ildiz olar ekanimizda shuni. Ildiz ostida y kvadrat qo'shilgan 9. Y kvadrat nima teng bo'ladi? 81 taqsim plus 9. 16 kara 9 nechi? 144. 15 chiqar ekan deb bas. 15 taqsim 4 ekan javob. AC tomonining uzunligi 15 taqsim 4. 99. Yana to'g'riburchak uchburchak berilgan. Gipotenuzga balandlik tushirilgan. A C B AC tomonimiz 4 ga teng ekan. Gipotenuz balandlikning uzunligi 2.4 ga teng ekan. Mana burchak alfa ekan. ABC to'g'riburchak uchburchakda CD gipotenuzga tushirilgan balandlik bo'lsa, alfaning sinusi va kosinusini toping. Alfaning sinusini topishimiz kerak ekan. Sinus alfa nimaga teng? Qarshi katetning gipotenuziga nisbat. Ya'ni yo 4 taqsim gipotenuza yoki 2.4 taqsim CB. Ikkovi uchun ham sinus bir xilmi? Ikkita to'g'riburchak uchburchak bo'libdi-ku beroz. Bitta kattasi ABC, bitta CDB uchburchak. Boshqa berilganlar yo'q ham birorta. Ana bu 4 kvadratdan 2.4 kvadratni ayirsak nima chiqadi? Mana bu chiqadimi? Mana bu tomon y desak, y kvadrat qo'shilgan 2.4 ni kvadrati teng 4 ni kvadrati. Y topsak, ildiz osti 4 ni kvadrati minus 2.4 ni kvadrati. Buni A minus B plus B qilinglar. 1.6 kara 6.4 bo'ladimi? Necha bo'ladi ko'paytirsangiz? Tepadan 4 kara 8 chiqadi, mahrajdan 10 chiqadi. 10 lik kasr qilsak. 4 kara 8 32, 3 butun. Ana y topildi 3 butun undan 2 ekan. Ana bu tomonchi x. X nimadan topib olamiz? Proyeksiya. H teng A1 B1 dan. H 2.4 ga teng. 2.4 teng ildiz ostida 3.2 kara x. X ni topsak 2.4 kvadrati, ya'ni 2.4 kara 2.4 da. Shuni 3.2 ga bo'lamiz. Endi hisoblamaymiz. Qisqartirish oson bo'ladi. Bu bilan bir necha qisqaradi? 8 ga qisqaradi. 3 bilan 2 ildizicha turibdi-ku. 4. 4 bilan bu qisqarsa 0.6. 0.6 kara 3. X teng 1 butun. Gipotenuzning uzunligini topdikmi? X plus y'imiz gipotenuzga teng bo'ladi. 3.2 ga 1.8 ni qo'shsak gipotenuz uzunligi chiqadi. C teng necha ekan? 5. Sinus alfa nimaga teng? 4 taqsim 5 ga. Kosinus alfachi? Ana bu tomon gipotenuzda 5 bo'lsa, bu 4 bilan bir necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Gipotenuzda 3 taqsim 0.6 0.8 ekan. Tushunarlimi? Birinchi bo'lib men gipotenuzdan y topdim. Keyin bu yoq x topdim. Ikkovini qo'shsam gipotenuza chiqdi. Sinus alfadan foydalanib, qarshi katetning gipotenuziga nisbat. Keyin bu 4, bu 5ligidan bu 3ligini topdim. Yana Pifagor. Keyin kosinus alfani topdim. 3 taqsim 5 bo'ldi. Xo'p, 100-savol. Yana to'g'riburchak uchburchak berilgan. Gipotenuzga balandlik tushirilgan. A
C B. A C tomon 5. Balandlik uzunligi 4. Mana alfa burchak. Alfaning tangens va kotangensini so'rabdi. Ya'ni xuddi shu narsani o'zi. Oldin tomonlarni topib olamiz, birinchi. Ana bu tomon necha o'xshab ayting? 3. 3 kara 4 kara qo'ysak 5. Endi bu tomon 4 teng ildiz ostida 3 kara x. Freksiyadan, ha? X topsak nima bo'ladi? 16 taqsim 3. Endi bizga ana bu tomon kerak. Chunki tangens topishimiz kerak. Tangens qarshi takini bu tomon topishimiz kerak. Endi yana ko'proq hisob kitob bilagan, ha? Yo'q, shuni o'zidan ham maydadan topsak, cho'qishlar oson bo'ladi ishlar qarang. Chizib olsam, to'g'ri burchak CDB. Bu alfami? Ana bu tomon 4, bu tomon 16 taqsim 3. Mana tangensi qoidasini aytinglar menga. Qarshi katetning yopishgan katetiga nisbatan qarshi katet 4, yopishgan katet mana bu gipotenuza. Bizga gipotenuza kerak emas. 4 taqsim 16 taqsim 3. 3 tepaga chiqadi. 16 bilan 4 qisqaradi, 4, 3 tepaga chiqadi. Katangiz shuncha pas. 4 taqsim 3. Tamam. Tangens bilan katangiz topil. Aylananing radiusi 5 ga teng. Radius nima biladi? Radiusi 5 ga teng. Uning markaziy burchagi 1 radianga teng. Markaziy burchak ham alfa. Alfa 1 ekan. Radian bilan gradusni biladi, ha? Xo'p. Bizga aylananing yo'y uzunligini topaylik. Ana bu yo'yni, ana bu yo'y biladi, ana yo'ylanish. Ana bu qismida, ana L deb belgilanadi. Formulasi bor buni. Aylana yo'y uzunligini topish uchun markaziy burchakni 360 gradusga bo'lib 2πr ga ko'paytirish kerak. Mana formula, shu formuladan kelib chiqadi. Agar bu radian bo'lsa, agar 2π bilan 360 nima bo'ladi? Qisqarib ketadi. Pi ni 190 deb bo'lamizda, bu radian bo'lsa agar. Agar bu gradus bo'lsa, bu bilan buni qisqartirib pi ni 3.14 deb bo'lamiz, pi ligicha. Qaranglar. Endi shu formulaga qo'yamiz. L teng alfa nimaga teng? Markaziy burchak 1 ga teng. 1 taqsim 360 gradus ko'paytirilgan 2πr. Mana 2π bilan 360 qisqartiramiz. Javobi radius nimaga teng edi? 5 ga. Uzunligi 5 ga teng ekan yo'yin. Tushunarlimi? 102. Aylananing radiusi o'ngga teng, radius teng o'ngga. Uning markaziy burchagi pi radianga teng. Radianga beryapti. Qisqarib ketadi dedimi? Radianga bersa. Radianga bersa ham mayda formula kelib chiqadi. Alfa ko'paytirilgan r degi. Ya'ni markaziy burchakni aylan radiusga ko'paytirsak bo'ldi. Aylan yo'yin uzunligi kelib chiqadi. Xo'p. Yo'yin uzunligini so'rabdi, L teng so'roq debdi. L teng alfa kara nima? Radius. Chunki alfani radianga bergan bizga. Javobi 10π. 103. Agar aylananing markaziy burchak 2 radian, yana radianga beribdi, alfa teng 2 ga, yo'yining uzunligi 6 ga. Uning radiusini toping debdi. L teng alfa ko'paytirilgan radius 6 teng 2 ko'paytirilgan radius. Radius necha bo'ladi? 3. Aylan radius 3 ekan. 104. Markaziy burchak 1 ga teng, alfa teng 1 ga, radiusi 4 ga teng. Doiraviy sektor yuzini toping. Aylana bo'lsa o'quvchilar, mana bu burchak, markaziy burchak alfa. Ana bu sektor. Mana shu sektor yuzini toping deganmiz. Xo'p, sektor yuzini topish formulasi mana o'quvchilar, buni yodlab olasizlar. Shu formulaga qo'ysak javob chiqadi. S teng alfamiz nimaga teng? 1 ga teng. Alfani 1 deganim uchun pi nima deb olaman endi? 180 gradus deb olaman. Bir 2π ligi 360 deb bo'ladi-da. Radius kvadrat 4 16. Bu bilan bu qisqaradi 2, 2 bilan 16 qisqaradi 8. S teng necha ekan? 8. Bunisiga. S teng alfa taqsim 360 gradus ko'paytirilgan πr kvadrat formula. Alfamiz pi ga teng 360 gradus. Bu pi ni 180 deb olamiz. Radius kvadrat 25. Bilan bu qisqaradi 2. S teng 25 pi taqsim 2 javob. Tushunarlimi? Tamam.